Saidullo Jo'rayev. Biroz safardan qarshilasiz ilk mavzuyimiz bilan, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashda dasturchining vazifalari mavzusida mavzularga boshlaydilar. Eslatib o'taman, ishtirokchilar har bir mavzudan so'ng eng yaxshi savol bergan ishtirokchida O'zbekiston maxsus sovg'a uchun. Demak, yaxshi mavzularni va savollaringizni tayyorlaysiz. Bilasiz, Rahmat kattakon. Ups. Yo'q bu shekilli. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar, rahmat kelganingizga. Xo'p, hozir slaydimiz yonsa, keyin boshlaymiz. Okay. Bugungi mavzuyimiz shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashda dasturchilarning o'rni degan narsa. Bilasizlar, hozir shaxsiy ma'lumotlar haqidagi shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda rosa ko'p muammolarni ko'ryapmiz. Ya'ni o'zidan o'zi kimdir sizlarga telefon qiladi, o'zidan o'zi qanaqadir sizlarga nima deydi, SMSlar keladi. Qayerdan olganini bilmaysizlar-da. Uni endi O'zbekistonda qonunchilik bo'yicha buni hammasini normalari ishlab chiqilgan, qonuniy taraflari ishlab chiqilgan. Lekin u amaliyotga kirishi uchun ko'proq bizani dasturchilarni qiladigan mehnati bor. Hozir men bugungi tayyorlagan narsam dasturchi sifatida nimalarni hisobga olib ketsak va ertaga shu narsani qanaqa qilib biznes egalariga aytib bersak, foydaliroq va o'sha boyagidagi ma'lumotlarni o'g'irlab ketishlar, biron nomiga kreditlar ochishlar, o'shalarga olib ketishini sal bo'lsa ham oldini olgan bo'lamiz degan mavzu edi. Xo'p, o'zimni tanishtirsam, men Saidullo Jo'rayev, hozirda Manef degan fintech kompaniyada ishlayman. O'zbekiston ichidan biri a'zolaridan edim. O'shanga Toshkentda bo'lganimda ruxsat bersanglar, men ham bitta prezentatsiya qilay, namoyish qilay deb chiqqan edim. Xo'p, davom etamiz. Ma'lumotlar bilan ishlaganim uchun birinchi narsa odatda disclaimer, ogohlantirish degan narsani qo'yaman. Bu narsa bizda negadir O'zbekistonda amaliyotimizda juda ham kam. Taqdimot qilayotgan paytingizda sizlarni aytayotgan narsanglar u sizlarning fikringlarmi yoki sizlarning korxonangizga ta'sir qiladigan qilmaydiganligi haqidagi ma'lumotni odatda aytib ketish kerak. Men bu toza o'qishinglar shart emas, umuman shunaqa tushuncha borligi haqida bu slayd qo'yib ketgan edim. Demak, bugun ko'rib chiqadigan narsamiz mijozlarning ma'lumotlari bilan ishlaganimizda nimaga e'tibor berishimiz kerakligi. O'zbekistonda 547-qonun bor. O'zbekiston Respublikasi qonuni ayni shu shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga qanaqa e'tiborli berish kerakligi. Endi sal bo'lsa ham shuni bizani o'zimizni dasturchilarning tilida, soddaloq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Birinchisi, shaxsiy ma'lumot nima deganda ko'pchiligimiz biladigan narsamiz bu odamning qanaqadir ism sharifi, telefoni, INN nomeri yoki pasport raqami, shunga o'xshagan raqamlar orqali agar shaxsni tasdiqlash, topib olish mumkin bo'ladigan bo'lsa, bu uni shaxsiy ma'lumoti kiradi. Xo'p, endi biza bu ma'lumotlar bilan ishlayotgan paytimizda qanaqa shaklda nima narsalarga e'tibor bersa, sal bo'lsa ham o'sha xo'p. Nima narsalarga e'tibor beradigan bo'lsak, endi o'zim ovozimni yaxshi eshitolmayman, to'g'ri? Rahmat. Aziz akaga rahmat, tushuntirib berdilar qanaqa ishlatishdi. Xo'p, nima narsaga e'tibor bersa, ertaga bizning mahsulotimiz yaxshiroq bo'ladi. Yozgan dasturimizni ertaga masalan boshqalarga sotishimiz ham yengilroq bo'lishi haqida. Kelib bir chekkadan qarab chiqamiz. Birinchisi, hammamiz hozirgi kunda API'lar bilan ishlaymiz, to'g'rimi? Ko'pchilik mikroservislarga o'tgan, monolitdan ko'pchilik qochishni boshlagan, hattoki monolit ishlatgan taqdirimizda ham masalan API'lar bilan qanaqadir shaklda boshqa tizimlar bilan ulanayotganimizni integratsiya qilamiz. O'tgan yil tadbirda qatnashgandim, bu yoqda o'sha yerda menga savol berishgandi. Saidullo aka, biz boshqalarga API orqali ma'lumot beramizda, bizning ma'lumotlarni o'chirib yubormaydi ular. Nima qilsa bo'ladi degan savolni berishgandi. O'shandan keyin menda fikr tug'ilgandiki, demak bu haqida qanaqadir o'rtaga olib chiqishimiz kerak ekan, maslahat qilishimiz kerak ekan. Va birinchi gapiradigan narsam, iltimos, CRUD yoki boshqa API orqali beriladigan ma'lumotlar paytida bizani tildagi select yulduzcha bor-ku, o'shani ishlatmaylik. Ya'ni har doim faqatgina so'ralgan ma'lumotni o'zini beraylik, undan ortiqchasini bermaylik. Masalan, API orqali sizga odamni ism familiyasi qaytish kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat ism familiyasi qaytib kelsin. Uni manzili, telefon raqami, Telegramdagi ID'si va hokazosi kelmasin. Xuddi shunaqa men nima qildim? Har bitta slayd tagiga bittadan misol qoldirib ketdim. Dunyoda bo'lgan voqealardan ayni shu holat uchun qanaqa voqea bo'lgani. Masalan, Waymo, PayPal tizimi shunaqa ish qilib qo'yganki, API'si orqali murojaat qilgan paytda web interfeysda ismni ko'rinadigan qilganda, masalan bilasizlar, menga eng anaqa qo'rqinchli narsa kartadan kartaga pul jo'natasizlar-ku.
Karta raqamini yozsa nima chiqib keladi? Egasi chiqib keladi, to'g'rimi? Egasining ismi chiqib keladi. Sizlar uchun bu qo'rqinchli emasmi? Qulay, to'g'rimi? Kimga jo'natayotganingizni bilasiz. Lekin agar bilsanglar, o'sha karta raqamini har 10 tada qaytariladi der raqami. Ya'ni men nima qila olaman? Har 10 tadan keyingi sonni terib chiqsam, butun boshli sizlarning qaysi karta kimga tegishliligini bila olaman. Bu yaxshimi, yomonmi? O'ylab ko'ringlar. Xo'p. Waymo degan xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Boyagidagi murojaat qilgan paytida Waymo ismni o'zini emasdi, ichidagi hamma ma'lumotlarni qaytarishni boshlagan. Bitta aqlli bola nima qilgan? Boyagidagi kartadan kartaga o'tkazganda nomer tergandagi Waymo orqali hamma kartalar nomerini terishni boshlaganda, API bo'lsa butun ma'lumotni qaytargan. Ismi, familiyasi, manzili, telefon raqami va hokazolarni. Hammasini yig'gan, tushunasizlarmi? Bozorga chiqarishni ochishni boshlagan. Ana o'sha uchun ularni nech pulga ekan? 7 millionta tranzaksiyani sotgan ekanda, 195 millionmi shunaqaga tushirgan, shtrafga tushirishgan. Tushunasizlarmi? Ya'ni juda katta summaga Waymoni tushirgan bo'lgan. Keyingi narsa bu loglarimiz. Odatda hech kim e'tibor bermaydigan narsadan bittasi bu loglar. Loglarga nima qilamiz? Debug qilayotganimizda biza yaxshi ko'radigan narsamiz bu production bilan ishlash. Va productionda biza debug qila olmaganimiz uchun, to'g'rimi? Lokalniy RAM bo'lmaydi-ku. Olamizda hamma narsani loglarga tashlaymiz. Loglarga tashlayotgan paytimizda biza ekranlashtirmaymiz, yulduzchalashtirmaymiz narsani. Va olamizda nima narsa bor bo'lsa, boricha JSON-ga o'giramizda, to'g'rimi? Console log bilan tashlab olamiz. Yoki deylik, Pythonda bo'ladigan bo'lsa, print bilan tashlab olamiz. Hammasi Nginx logodami, boshqasini logida yig'ilayotgan bo'ladi. Iltimos unaqa qilmanglar, agar sizlar parolga o'xshagan yoki boshqa shaxsiy ma'lumotga o'xshagan narsalar bilan, o'sha obyektlar bilan ishlayotgan bo'lsanglar, ularni loglarga tashlayotgan paytda filtrlaylar. Nima bo'lgan? Twitter 2018-yilda tan olgan bitta qiziq narsani. Odamlar parolni almashtiradi-ku, reset password qilasizlar-ku. Reset password paytida yangi parol terasizlar, to'g'rimi? Ana o'sha yangi parol tergan paytida yangi parolni logga saqlab borganda. U nima bo'lgan? Developerlar o'sha logga sal keyinroq bo'lsa ham olib qolishganda. Endi tasavvur qiling, odamlar har kuni ham parol almashtirmaydi. Даже 2 yildan keyin ham u logga qo'lga kirsam, menda hamma username'lar bor, parollar bor. Hech kim Twitter buzdi demaydi. Hamma uni logini olganligi uchun buzilgan bo'lib qoladi. Shu sababli iltimos loglar bilan ishlayotgan paytimizda shunga o'xshagan narsalarga e'tibor beraylik. Xo'p, keyingi holat rozilik. Uzr so'rayman, bu brend nomini ko'rsatib qo'yganimga. O'zbekistonda juda ham ko'p saytlarda ro'yxatdan o'tayotgan paytimda men e'tibor berib, mana g'ashimga tegadigan narsa bu boyaga tik qo'ymasligim. Aka, telefoningizni kiritsangiz bo'ldi, siz rozisiz deb o'rishadi. Qonunchilik bo'yicha 10-modda subyektning roziligi degan narsa bor. Ya'ni men rozilik bildirmagunimcha sizlar tizimingizda meni qabul qilishingiz mumkin emas. Tushunasizlarmi? Iltimos har doim tikni qo'ydiradigan qilinglar. Ikkinchisi, o'sha tik qo'yadigan joy odatda bo'sh tursin. Odatda nima qilib qo'yamiz? Odamlar qiynalmasin, oson qilib beraylik deymizda, tik o'rnini belgilab qo'yamiz oldindan, to'g'rimi? Default true qo'yib qo'yamiz. Bo'lganmi shunaqa holatlar ham? Bo'lgan. Bilaman, foydalanuvchi kelishuvi unaqa narsalar yo'qliklari ham, shunaqa holatlar ham bo'ladi. Unga ham sekin-sekin yetib kelib qolarmiz. Lekin o'sha ayni tikni qo'ymasligi ko'pchilik bizda borda. Tikni yoki default qo'yib qo'yamiz. Odam nima qilamiz? Oson kirsin, telefonini yozsin yoki ismini, loginini yozsin-da, ro'yxatdan o'tib ketsin deymiz. U rozi bo'lmadi sizlarga. U rozilik bildirgani yo'q. Ya'ni biz hozir dasturchilar o'zimizni o'ylab topib osonlik qilmoqchi bo'lgan holatimizda biz qonunni buzib qo'yamiz. O'shanga iltimos, keyingi safar rozilik so'rayotganda mana shunaqa albatta tick boxi bor bo'lsin. Albatta boyagidagi foydalanuvchi kelishuvi degan narsasi bor bo'lsin va albatta odam tick qo'yib kelgan o'tgandan keyin ro'yxatdan o'tish knopkasi aktivlashsin. Ko'rasizlar, hozir kulrang bo'lib turibdi. Nega? Chunki men tick qo'ymaganman. Keyingi holat unutilish huquqi, right to be forgotten. Mavzu o'chirdingmi degan narsada, soft delete degan tushuncha bor, bilasizlar bizda. Soft delete nima uchun bizga kerak? Bizda ko'p bo'ladigan holat, bilmasdan foydalanuvchilar, ya'ni tizimni operatorlari, tizimni administratorlari foydalanuvchilarning ma'lumotlarini o'chirib yuborishadi. O'chirib qo'yganda xato bo'lmasligi uchun biz nima qilamiz? Soft delete qilamiz. Ya'ni ma'lumotni o'chirmaymiz, faqatgina ko'rinmas qilib qo'yamiz. To'g'rimi? Status D qilib qo'yamiz, bo'ldi. Status A'ni olamiz, u chiqmaydi. Aytamizki, bo'ldi, hammasi joyida deymiz. Qiziq bitta holat bo'lgan ekan, Ashley Madison degan tizim bo'lgan ekan. Ashley Madison tizimi takoy yomon tizim. O'tda g'iybatchilar tizim bo'lgan ekan.
va o'tdan siz ma'lumotingizni o'chirtirishingiz uchun siz haqingizda ma'lumot to'playotganda, to'plagandan keyin ma'lumotingizni o'chirish uchun siz unga $19 pul to'lashingiz kerak. Masalan, sizga har kuni telefon bo'ladi, O'zbekistondagi servislardan va u servisni o'chirib tashlashingiz uchun siz unga pul to'lashingiz kerak. Xo'p, medisinda ham nima bo'lgan? Pul to'lashgan odamlar bo'ldi, o'chirildi deb o'ylagan. Lekin bitta aqlli bola olganda, ko'lab chiqqan, qarasa haqiqatda o'chmagan, ba'zida turibdi hammasi. Odamdan ham pul olyapti, ham uni ma'lumotni o'chirmayapti. Takoy двойной noinsof bo'ladi o'shanda. Double bo'ladi. Ana o'shandan keyin uni 1.7 million so'mga, million dollarga ishlab solishgan ekan. Oddiy narsa-da, ya'ni rowni delete qilmaganimiz. Keyingi holat jarrohlikni o'rganayotgan talaba tirik odam bersa nima bo'ladi? Bizga qaysi mavzuga mos bu? Bizga qaysi mavzu? Qaytarib yuboring. Juniorga prod access berish. Qaysi junior bu yerda productionga access bor? Qo'linglarni ko'tara olasizlarmi? Voy. Iltimos. Ikkinchi aytmaylar unaqaligini. Hozir oldinglarga borib kimdir iltimos qilishni boshlaydi boshqa narsalarni. Zalimizda qaranglar, nechta junior productionga access bor. Biz yaxshi ko'radigan mavzu, har doim prod bilan ishlaymiz, to'g'rimi? Prodni yangigan xodimga shartda berib yuborib qolamiz. Iltimos o'sha narsani qilmaylik. Sababi prod ma'lumotlarini lokalniy test qilmaylik. Productiondagi ma'lumotlarni. Biz nima qilamiz? Sistemamizni yashaymiz, relizga chiqaramiz. Relizga chiqayotgan paytda productionda ishlamaydi, to'g'rimi? Keyin to'polon qilishadi. Keyin sizlar aytasizki, "Sani productiondagi ma'lumoting boshqacha-da, o'shanda meni kodim ishlamayapti." Ya'ni aybdor production, programmist emas. Ular aytadiki, "Sani koding xato va hokazo." Endi to'g'irlash kerak, keyin nima qilishadi? Bo'pti, xo'p deyishadi, butun bazani sizlarga lokalniy ko'chirib berishadi. Sizlar o'zingizlar lokalniy ran qilasizlar, "Ha, topdim xatosini" deysizlar. Nima ekan desa, joyda probel qolib ketgan ekan-da deysizlar. Tushunasizlarmi? Ya'ni odam ma'lumotini kiritayotgan paytida ismidan keyin probel qo'yib qo'ygan, o'shanga sizlarni kodinglar ishlamay qolganda, trim qilmaganinglar uchun. Xo'p, iltimos productionga qo'linglarni olib bormaganinglar yaxshi. Undan ko'ra talab qilinglar, bitta mas'ulni beraylik-da, bo'ldi, o'sha faqat productionga borsin. Bitta narsani bilinglar-da, productionga qo'li bor odam javobgar bo'ladi hamma narsaga. Ya'ni production buzilib qolsa hammadan ko'rishadi, chunki hamma do'sti borib qoladi. Undan ko'ra yarim odamga bermaylik o'sha do'stni, sal sekinlashsin ishimiz, qiyinlashsin, lekin qolgan yarim bilan bitiradigan qilaylik. Sal bo'lsa ham ana gumondorlarimiz soni kamayadi. 2016-yilda Uberda shunaqa narsa bo'lgan ekan. Dasturchilar GitHubga AWS sekretlarini yuklab yuborishgan. Bilasizlar, GitHubga tashlagan tokenlaringlarni hakerlar o'rtacha 2-5 sekund ichida olib ketishadi. Ya'ni hakerlar GitHubni shunaqangi skan qilib turishadiki, commit paydo bo'lishi bilan olib ketishadi. Ya'ni siz o'chirishga ham ulgurmaysizda, chunki tarixida qolib turibdi-da u. Siz qanaqa qilib commit'ingizni yo'qotib yuborasiz? Shuning uchun kirib bir narsalar qilib GitHubchilar bilan gaplashib, iltimos, meni productionim unaqa bo'lib qoldi yoki borib AWS'dagi sekretlarni almashtirishni boshlashingiz kerak. Butun DevOps infrastrukturangizni hammasini to'g'irlashingiz kerak. Uning uchun 3 kun 4 kun vaqt ketadi. Ular ungacha bemalol olib, hamma narsani to'g'irlab, o'zgartirib qilib bo'lishgan bo'ladi. Tushundinglarmi? O'shanga har doim sekretlaringlar, parollaringlar productionniki bilan devniki har doim farq qilish kerak va iloji boricha juniorlar ham bo'lmaylar bu gapdan, juniorlarga o'tga do'stlik bermaylar, chunki aybdor qilib qo'ymaylar ularni. Qattan biladi, endi kelib sizlardan ish o'rganyapti-da u. O'rganayotgan odamning qo'liga avtomat berib qo'ydinglar-da, davay, ketdik. U bilmaydi-ku uni boshqa o'qotishni. U o'ylaydi, u maktabga borganda mana granatani olib otganman, qo'shna narsa deb o'ylaydi-da, yog'ochdan yasalgan. Xo'p, keyingi masala parollarni hashlash. Ko'pchiligimiz parollarni hashlash kerakligini bilamiz, ko'pchiligimiz ishlatamiz, salt qilish kerakligini bilamiz, saltni ham ishlatamiz. Faqat bitta kichkina narsani ishlatmas ekan ko'pchilik. Nimani? Har bitta parolga o'zini salti bo'lish kerakligini. Salt nimaligini bilmaydiganlar bormi? Salt kim bilmaydi? Okey, salt bilmaydiganlar parolni hashlayotgan paytimizda, masalan, MD5 ishlatamiz, SHA1 ishlatamiz va hokazo. MD5 ni bir xil parolni bir xil MD5 bilan shifrlasangiz, har doim bir xil natija chiqadi. Shu natija bir xil chiqmasligi uchun uni yoniga salt qo'shishadi. Ya'ni parolni yoniga qanaqadir random son qo'yib yuborishadi-da. Tushunasizlarmi? Undan keyin MD5 qilishadi.
Ani saltni alohida saqlashadi, parolni alohida saqlashadi, ya'ni parolni hashini alohida saqlashadi. Shuni hisobiga ma'lumotlarni hashdan olib qo'ygan odam buzolmaydi. Lekin nima voqea bo'lyapti? Adobe 2013-yilda Adobe jonivor hashlarni hammasini bir xil qilgan ekan, hamma parollarga va hash bir xil bo'lganligi sababli bitta parolni buzolgandan keyin hashni bilib qolishgan, saltni bilib qolishgan, saltni bilgandan keyin parolni ochishni boshlashgan. Tushunasizlarmi? 150 millionta foydalanuvchini ma'lumotlarini o'g'irlashganda. Endi tasavvur qiling, 150 milliontani ichida qanaqa odamlar bor? Adobe'ni o'zini kabinetiga kirib turib ishlatish mumkin bo'lgan narsa bor. Agar men sizni korxonangizni Adobe'ni tizimiga kirsam, u yerdagi sizni karta ma'lumotlaringizni ola olaman-da. Tushunasizlarmi? Bitta CV'ga qolgan bo'ladi, 3 xonali son. 3 xonali sonni random qilish qiyin emas, bilasizlar, to'g'rimi? Mingtagina. O'shanga parolni o'g'irlayotgan paytda bunaqa katta korxonalarnikini juda ham jiddiy qarashadi. Bekorga ham qanchagadir ham shtraf solishgan, bunga bekor qilishmaganda. Davom etamiz. SQL inyeksiya. SQL inyeksiyani ko'pchilik bilsa kerak, to'g'rimi? Bitta qiziq voqea beraymi sizlarga. Bir kuni O'zbekistonda bitta katta proyekt qildikda. ECPga aloqador. ECP bilasizlar, qiyin, qattiq himoyalanish kerak va hokazo. Xavfsizlik bolalariga berdik, bu yerga tekshirib oladigan. Tekshirishdi deb bizning tizimimizni 3 sekundda buzib tashlashdi. Qanaqa buzib tashlashganini aytib beraman. RMRF kim bilmaydi? RMRF degan narsani kim bilmaydi? Okey, yarim odam bilaman deyapti, 3-4 ta odam bilmaydi deyapti. RMRF bu Linux tizimida butun boshli tizim yo'q qilib yuboradigan narsa. Ya'ni rm-rf qilsanglar, oxiriga slash qo'yib qo'ysanglar, ya'ni 0-boshlik root papkadan boshlab hamma ma'lumotlaringni o'chirib tashlaydi. Butun operatsion sistema ichidagi bor fayllarni yo'qotib yuboradi. Orqaga qaytara olmaysizlar. Xullas, nima ish qilganmiz? Parol kiritadigan joy qilganmiz, ichi ko'rinmaydi, yulduzchalar bilan chiqadi. Ani aqlli, malades ekan, zo'r ekan xavfsizlikni bolasi. Aloqa vazirligi ishlaydigan bola. Yaxshi dedi, qarab tur dedi. Parolni terayotgan paytda parolni ichiga nuqta virgul dedi, rmrf slash qo'ydi. Tushunasizlarmi? Yubordi, u tizim shunaqa qilingandiki, orqada anaqa bash skriptni ishga tushirardi. Bash skriptni ishga tushirgandan keyin root nomidan ishga tushirganligi uchun butun boshli Linux sistemi yo'q bo'ldi. Ani biz yozgan kodimiz, bizning bazalarimiz, hokazo. Tushundinglarmi? Aybimiz nima bo'lgan? Bitta narsa, inyeksiyalarga biz e'tibor bermaganmiz. Inyeksiyaga e'tibor bermaganmiz. SQL inyeksiya bu eng oddiysi. Undan tashqari ham inyeksiyalar borda, parolni o'rniga komanda berib yuryapti. Tushunasizlarmi? Tepadagi URL o'rniga qanaqadir buyruqlar berib yuryapti. Ana o'shani hisobiga sizlarni tizimlanishdan chiqaryapti yoki ma'lumotlarni o'g'irlayapti. Eng qizig'i, TikTokda 15 yashar bola buzgan ekan. 77 million funt zarar yetkazgan ekan. 15 yashar kichkina bola. Mana shu kichkinagina drop table users hisobiga. Tushunasizlarmi? O'shanga har doim bind qilishlarni boshqalarni e'tibor qilaylik. Uchinchi tomon third partylar bor. Biz hammamiz bilamiz, Node.js'da kod yozsa, maza qilib yozsa bo'ladi, to'g'rimi? Kichkinagina kod yozasiz, hammasini o'zi qilib beradi. CRUD'ni ham o'zi qilib beradi, interfeyslarni ham o'zi qilib beradi, adminkani ham o'zi qilib beradi, to'g'rimi? Buning uchun nima kerak? Qaydir kutubxonani shunday install qilib olsanglar bo'ldi. Endi o'ylab ko'ringlar, javob berishingiz shart emas, o'ylab ko'ringlar. Sizlar o'zingizlarni hozir yozgan kodinglardagi nechta kutubxonani xavfsizligini o'zingizlar tekshirgansizlar? Ayniqsa NPM'da. To'g'rimi? O'ylab ko'rdinglar, endi qaranglar. Bo'lgan voqeani beraman. Bitta odam kutubxona yozadi, kichkinagina. Oddiy, sodda, tekinga qo'yib qo'yadi. Ishlatsangiz qulay, qanaqadir bitta katta muammongizni hal qilib beryapti. U kutubxonaning ichida shunaqa narsa bo'lganki, u anaqadan o'tib ketgan, har xil QA testlardan, cheklardan, security testlardan o'tib ketgan kutubxona. U kutubxona nima qilgan? Agar buferga olgan ma'lumotingiz kripto hamyon bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'rniga o'zinikini qo'yadigan bo'lgan. Bilasizlar, operatsion tizimda qanaqa ishlaydi? Bitta tizim, bitta xotirada agar sizlar bitta dasturda buferni shunday xotiraga oladigan bo'lsangiz, u hamma dasturlar ichidan aylanib chiqadi. Operatsion tizim haqida o'qiganlar bo'lsa bilishadi bu narsani. Ya'ni hamma brauzerga ham boradi, kalkulyatorga ham boradi, folderga ham boradi, hammasiga aylanib chiqadi. O'sha aylanayotgan paytda bu kutubxona nima qilgan? Boyagi kashlyok nomerini o'zinikiga almashtirgan. Kripto bilan ishlaganlar his qilayotgan bo'lsa kerak, qanchalik og'riqliligini, mana bu takoy sanchida mazgina bo'lsa ham. Anaqa bor edi-ku, video bor edi, 50 ming bitcoinni shunday sent qilayotganda oxirida bitta ikkita harf qolib ketgan bo'ladi-ku. Ana o'shanaqa bo'ladi, tasavvur qiling, sizni hamma xohlagan kashlyogingizligini faqat o'zini hamyoniga jo'natgan.
o'ziniki emas. Men tizim yasadim-da, men u tizimni internetga qo'yib qo'ydim-da, foydalanuvchilarimni kompyuterida foydalanuvchi meni brauzerim ochib o'tirganda, meni tizimimni ochib o'tirgan paytida o'zini hamyonidan boshqasini hamyoniga shunday pulni tashlayotgan paytda boyagi hamyonni meni skriptim almashtirib qo'yapti-da, uni puli boshqa yoqqa ketyapti. Meni klientlarimni, meni mijozlarimni hammasini puli men ishlatgan kutubxonani egasiga ketyapti. Tasavvur qila oldinglarmi meni? Bu yerda menimcha narxini yozishmabdi. Bu backdoornikini uyalishgan bo'lsa kerak. Okey, ozgina o'ylab olgan bo'lsa davom etamiz. Inson omili degan narsa bor. Inson omili har doim hisobga olishimiz kerak bo'lgan narsa. Odamlar xato qilishga moyil. Ya'ni inson degan so'z o'zi bilasizlar, unutuvchi degani, ya'ni xato qila oladi odamlar. Shunga biza ularni bilmasdan xato qilib qo'yishini oldini olishimiz kerak. O'shandan bittasi bu ekranda ko'rsatganingizda, odamlarga ko'rsatgan narsalaringizda iloji boricha uni ma'lumotni himoya qilishga o'zingiz harakat qiling. Masalan, deylik, telefon raqam ko'rsatyapsizmi? Birdaniga ko'rsatmang, yulduzcha bilan ko'rsating. Kerak bo'lsa, bundoq ustiga bosadi-da, keyin qarab oladi. Okay? Yoki deylik, admin huquqini juniorlarga bermang. Admin emas, ularga oldin view bering, чтобы tizimni ko'rib chiqsin. Admin berib qo'yasiz, tizimni ko'rayotgan paytda adashib bilmasdan bitta narsani bosib qo'ysamda, pop-up chiqadi, bilasizlar? Yes, no chiqadi. Odamlar nima qiladi? Yes, no deganda no ni hech kim bosmaydi, hamma enterni bosadi. Okay? Ani o'chiradigan knopkani ko'rdi, delete ko'rdi, shunday bosdi, qizil bo'ladi-da, jalb qiladi-da o'ziga. Shunday bosdi, bundan pop-up chiqadi. O'chirasanmi, toshnami deydi. Sizlar yana o'rtaga aniq qo'ygansizlar, bilmasdan o'chirib qo'ymasin deb yes no qo'yib qo'ygansizlar. Ha deydi, shunday enterni bosadi. Allohu akbar, ketdi ma'lumot. Okay, o'shanga iltimos odamlar xato qilishiga kamroq xato qilishiga mos qilib tizimni yozishni boshlaydi. Bu ham adminni hammaga bermaslik bo'lsin, ma'lumotlarni ekranda ko'rsatmaslik bo'lsin. O'shanga ham yaxshida call centerlarga telefon qilsangiz, sizlarning nomeringlarni bilmasa, bekordan bekor sizlarga yaxshi bola ekan deb besib yubormaydi qizlar. Okay? Xo'p. Ma'lumotlar qabristoni. To'g'risini aytaman, buni AI tarjima, sun'iy intellekt tarjima qilib berdi menga. Men o'zim tarjima qilmadim. Hech o'ylab ko'rganmisizlar ma'lumotlarni qabristoni bo'lish haqida? Men ham uni qabriston bo'lishini o'ylab ko'rmagan ekanman. Tizim yozgan paytingizda shunaqangi yozishga harakat qilinglarki, tizimda ma'lumotlarni o'chirish mumkin bo'lsin. Ayniqsa, bizda 26-moddada bor, yozib qo'ygan 447 o'sha qonunni 26-moddasi. Ishlov berish maqsadiga erishilgandan so'ng shaxsga doir ma'lumotlar yo'q qilinishi kerak. Ya'ni to'lov qabul qilyapsizmi, unga xizmat ko'rsatyapsizmi, xizmatingiz tugadimi, bo'ldi, uni ma'lumotini siz ushlab turishga haqqingiz yo'q. O'chirib tashlashingiz kerak. Men buni eslayman, pasportni stolda borsa, stol uslub deb yozib qo'yganlar bo'ladi, kserokopiya qilib beradilar. Siz nima qilasiz? Pasportingizni berasiz, mashinaga qilib bering, men arizaga topshirishim kerak deysiz, to'g'rimi? Olishadi, sizni pasportingizni kserokopiya qilishadi, boshqa qilishadi. Xato chiqib qolsa, kserokopiyasi yana bir marta qilishadi, sizga hammasini tayyorlab berishadi. Lekin xato qilingan kopiya ularda qolib ketadi. Ular o'ylab ham ko'rmaydi, to'xta, bu uni ma'lumoti, uni yo'qotib yuborishim kerak. Ular yo'qotmaydi. Uni nima qilishadi? Yig'iladi-da, orqasi oq bo'ladi-yu, cho'rnovoy uyga olib beradi bolalariga rasm chizishga. Keyin uni bolalari oladi, maktabga o'rtog'iga olib boradi, uni o'rtog'i keyin adasiga ko'rsatadi, adasi qarasa, unga kerakli bo'lgan odam pasport ma'lumotlari. Bitta qiziq voqea bo'ldi. Bir kun menga printer kerak bo'ldi-da, printerim yo'q edi. Chiqdim. Yo'qdaman, anaqada Angliyada edim. Bitta printer chiqadigan joyga bordim-da, menga shu to'rtvaraq chiqarish kerak ma'lumotni dedim. Xo'p dedi, menga emaildan tashlab berdi. Emaildan tashlab berdim. Keyin oldi, bitta onaxon ishlayaptilar, yoshlari katta, qoldim, yoshligi katta bo'lsa ham ishlashadi. Printerdan chiqardilar, hammasini qildilar-da, necha pul to'layman desam, shoshmay tur, hozir dedi, to'xtab tur dedilar. Chiqardilar, qog'ozlarni ko'rganda tekshirib oldilar. Tekshirdim, to'xtab tur hozir dedilar. Pul olmayaptilar, qaranglar. Kirdilar-da, emailga kirdilar-da, emaildan men boyaga yuborgan xatimni o'chirib tashladilar. Ha bo'ldi, o'chirdilar desam, to'xtab tur dedilar. Korзинаga kirdilar-da, korзинаdan boyaga o'chirilgan xatni o'chirib tashladilar. Tushundinglarmi? Undan keyin menimcha bo'ldi dedilar. Takoy men shokdaman, takoy turibman. Xo'p dedim, kartamni berdim, to'ladim. Takoy o'ylayapman-da. Shunaqa qilsa ham bo'lar ekanmi deyapman-da. Tushunasizlar? Men so'ramadim undan-da, meni printerdan chiqarish kerak bo'lgan qog'ozimni o'chirib tashlagan. Yo'q. Odam protokol bo'yicha qilyapti. Olyapti, o'zidagi email men yuborgan xatni o'chirib tashlayapti, unda kopiyasi qolmasin deb, korзинаga kirib ham o'chirib tashlayapti. Mendan keyingi odam kirib qolsa, men uni ma'lumoti chiqib ketib qolmasin bu yerdan. Sizni ma'lumotingizni u hurmat qilyapti-da.
Ya'ni harakat qilaylik biz ham hozir dasturchilar ozgina bo'lsa ham odamlarga birovning ma'lumotini hurmat qilishni o'rgatishga. O'shandan bittasi bu kerak emas bo'ldimi, ma'lumotlarni o'chirib tashlashni boshlashimiz kerak. Ismini, telefonini bo'ldi, shartmayapmizmi? O'chiraylik. Metadatalar. Bilasizlar, rasmlarda metadata degan narsa bor, to'g'rimi? Metadatalarga ehtiyot bo'linglar, chunki hozirgi kundagi ko'pchilik rasmga tushayotganimizda ichida GPS lokatsiyasini qo'yib qo'yganmiz. O'rtog'imiz bilan rasmga tushamiz, boshqa qilamizda, Telegramdan fayl qilib tashlab yubor deymiz, fayl qilib tashlab yuboramiz. Fayl qilib tashlab yuborganimizdan keyin nima bo'ladi? Anu odam biz qayerdaligimizni bila oladi. O'shandan bittasi bo'lgan ekan, Jon McAfee'ni dam olishda tushgan rasmi yoki mushugining rasmi bo'lgan, to'g'rirog'i, rasmni metadatasidan ma'lumotni topib olishgan. Tizim shunaqa qilingan bo'lganki, rasmni bo'ladi-ku, ani preview qilib rasmni ko'rishni boshlaysizlar. Preview qilayotgan paytda yonida metadatani ko'rsatayotgan paytda GPS'ni ham ko'rsatar ekan-da, ochiqchasiga. Fayl nomini o'zi necha pikselligini emas, ichidagi GPS'largacha ko'rsatgan. O'sha bilan uni olib bilib olishgan qattaligida mehmonga borishgan. Tasavvur qiling, Gavayi orollarida dam olib o'tiribsiz, o'rtog'i sinfdoshingiz kirib kelyapti. Qalaysan o'rtoq deyapti. Ha, desa, Instagramda rasmini ko'rib qoldim, uchib keldim deydi. Okay? Xo'p. Bu yana bitta mavzu. Bu yerda men hozir hech qanaqa ortiqcha komment berishni xohlamayman. Lekin biometrik ma'lumotlarni egasidan so'ramasdan qayta ishlashimiz mumkin emas. Buni prosta hozir qo'ydim bu yoqqa, sababi boshqa bitta misol ko'rsatib beraman. Masalan, deylik, Cloudy AI'da Facebookdan Facebookdagi rasmlarni yig'ib chiqqan deb so'ramasdan, ularni analiz qilib turib, odamlarni topadigan rasm qilgan, aniq sistema yasaganda, ani Clearview AI degani. Keyin uni sudga berishgan. Butun dunyoni hamma davlatlarda uni shtrafga solib, ofislarni yopishni boshlashgan. Katta bitta kompaniya bo'lgan. Qilgan ishi nima? Odamlardan so'ramasdan ularni ochiq ma'lumotlarni olib qo'yganligi bo'lgan. O'shanga bunga o'xshagan bio narsalarni ishlatmoqchi bo'lsanglar, birinchisi uni to'g'ri setup qilishni o'rganinglar, ma'lumotlarni обработка qilish mumkin emasligini, qayta ishlash mumkin emasligini qaranglar, ma'lumotlarni saqlashni qaranglar va iloji boricha serverga hammaga dostуп bermanglar bitta. Xo'p bo'ladi. Rahmat hammaga. Hozircha asosiy mavzular shu. Cyber security'ni birinchisi shaxsiy gigiyena degan tushuncha bor-da. Buni oldin ham bir gapirib o'tganmiz. Shaxsiy gigiyena bu siz parolingizni hech kimga aytmasligingiz, nima deydi, kalitlarni boshqalarga bermasligingiz. AI'da hozir birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa cyber security. Bu hammamiz qilishimiz kerak bo'lgan narsa. AI'ni bilmasdan ichiga ma'lumotlarni bermasligimiz. Oddiy misol aytaman. ChatGPT tekinga chiqdi, to'g'rimi? Keyin nima chiqdi? Goblin chiqdi. Oldinglarda hamma o'zini rasmini, jiyanini rasmini, ota-onasining rasmini tashlab multfilm yasashni boshladi. Vaholanki tekinni tagida katta bitta pul bor-da, tekinni yozib qo'ygan, "Sani ma'lumotlaringni hammasini degan, men o'zimga ishlataman. O'zimni AI'imni train qilishga ishlataman" deb qo'ygan. Tushunasizlarmi? Odamlar o'sha narsani o'qimasdan turib hamma ma'lumotni berib bo'ldi. Bu xuddi Apple'ga sizlar barmog'inglarni bergansizlar-ku, yoki hozirgi yangi smartfonlarda barmog'ingiz bilan ochasizlar-ku, to'g'rimi? Berib qo'ygansizlar-ku. Xuddi shu narsa. Men bitta slaydim bor edi, uni menimcha tashlab o'tdim. Bu bio ma'lumotlaringlarni rasmiylar, qo'lingizlar, boshqalarni birovlarga ochiqlamanglar. Nega? Parolni xohlagan payt almashtira olasizlar. Lekin yuzinglarni almashtira olmaysizlar. Jarrohlikka bormaysizlar-ku, to'g'rimi? Endi kripto dunyodagi cyber security tarafda nima bo'lyapti deydigan bo'lsak, cyber securitychilar ham hozir AI'ni juda ham qattiq ishlatishyapti. Ayniqsa zero day degan narsa bor, bilasizmi? Zero day bu sizni dasturingizni kamchiligi. Kamchiligini topishadi-da, uni tuzatguncha o'rtada vaqt o'tadi, o'shani zero day deydi. Ana o'shanaqa narsani hozir AI'lar orqali topishni boshlashdi. Bu nima degani? Siz yangi dastur chiqib bozorga olib chiqyapsiz-da, ayodagi cyber security bilan ishlaydigan korxonalar o'zini AI tool'lari orqali sizni ishlab chiqqan tizimingizni buza oladigan bo'lib qolishdi hozirgi kunda. Tushunasiz? Endi siz demak nima qilishingiz kerak? Hozirgi endi savolingizga AI bilan cyber securityda qanaqa hozir endi kelajakda muammolar yoki savollar chiqadi deganda, bundan keyin sizlar dastur ishlab chiqqaningizdan keyin cyber securityni tekshiradigan AI tool'lardan screening qilishingiz kerak bo'ladi. Menimcha shu narsa bo'ladi sizning savolingizga javob. Rahmat. Yana bitta savol. Xo'p.
Tushundim, zo'r savol. Demak, tashkilotda xodimlar ishlaydi har xil hududlarda va ular o'zini ishini suiiste'mol qilib, ularning ekranda ko'rib turilgan shaxsiy ma'lumotlarni ko'chaga chiqarish haqidagi gap ketyapti. Agar u ma'lumot ko'chaga chiqib ketsa, birinchisi tekshirishingiz kerak. Xodim bilan shaxsiy ma'lumotlarni chiqarmaslik haqida shartnomangizga shu bandini qo'shganmisiz yoki yo'qmi? Agar siz laborant sifatida ishga olgan bo'lsangiz-da, tushunyapsizmi? Keyin uni call centerga o'tkazib qo'ygan bo'lsangiz, u yerda telefonlarni ko'ryapti, odamlarning uyini manzilini ko'ryapti, tushundingiz? O'rtog'i ma'lum palonchini topolmayman desa, ismini qidiryapti-da, topib turib, palon uyda yashirkan deb sirni aytib beryapti. Bu narsani siz oldindan ko'rib, u bilan shartnoma qilgan bo'lishingiz kerak. Agar shartnomangiz bor bo'ladigan bo'lsa, unda sizni xodimingiz aybdor bo'ladi. Tushunasizmi? Chunki u o'zini lavozimini suiiste'mol qilgan bo'lib chiqadi. Agar u boshqa usulda chiqib ketayotgan bo'lsa, masalan, u xato ishlatib qo'yganning hisobiga avtomatik SMS ketib qoldi, avtomatik email ketib qoldi yoki Telegramni foydalanishga bergansizda, rasmga olib Telegramdan mijozga jo'natayotgan paytda o'sha ochiq qolib ketib qoldi, ro'yxatda ichida boshqalarning ma'lumotlari, bu ham unda sizni tashkiliy tarafingizda xato bo'lgan bo'ladi. Lekin birinchi narsa, shartnomangiz bor bo'lsa, xodimingiz aybdor bo'ladi. Shartnomada buni hisobga olmagan bo'lsangiz, ya'ni uni siz bu bilan qilishing mumkin emas degan bandni qo'shmagan bo'lsa, unda siz ayb bo'ladi, korxonangiz ayb bo'ladi. Rahmat hammaga. Alaykum assalom. Savolim shundaki, hozir o'tyapti va hozirda ko'p davlatlar ishtirokchilarni aytishgan uchun ular lekin yolg'iz shaxs ma'lumotlari deydi. Misol uchun aytaylik, endi boyagi masking haqida, ya'ni adres yoki endi jo'nash bu bo'yicha ma'lumot bersangiz, ya'ni buni hozirgi ma'lumot tushunchaga bermoqchi. Ikkinchisi, API tokenlar o'zi ko'p ma'lumot beradi, haqda yoki Bitcoin o'skanda tokenning to'liq ketib qoladi. Uni qanaqa olmoqchi bo'ladi? Chunki hozir low bo'lishyapti, bu narsalarni oldin olish uchun bo'ladi. Rahmat kattakon. Tanisizlar bu odamni? Har kuni xizmatlaridan foydalanaman-da. O'shanga darrov facelari keladi. Xo'p, AI toollarni ishlatayotgan paytimizda ChatGPT bo'lsin, boshqa bo'lsin, bizni pul qizg'anamiz. Tekin versiyani ishlatamiz, $5 ishlatamiz, $20 ishlatamiz. $20 paket ishlatadigan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumot, shaxsiy ishlatish uchun ishlatadigan bo'lsangiz ham hatto u yerda avtomatik yozib qo'ygan bo'ladiki, ya'ni galchkasi yoqib o'tirgan bo'ladi, sani ma'lumotlaringdan men foydalanaman deb. O'shanga hozir nima qilishyapti? Boyagidagi API orqali bo'lsin yoki boshqa turdagi bo'lsin, shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan odamlar AI ni train qilmaydigan, sizni ma'lumotlaringizni alohida saqlaydiganlik tizimini ishlatishyapti. Masalan, deylik, Google Gemini, Google Workspace'ning ichida ishlayotgan paytda sizni Drive spreadsheetlaringizni foydalana oladi, o'qa oladi, lekin uni ustida train qilmaydi. Ya'ni u tarafdan u siz himoyalangan hisoblanasiz. Shunga hozir ko'pchilik eng oson yo'li, siz hash qila olmaysiz hamma ma'lumotingizni, xohlasangiz ham. Ular baribir realniy odamlarning ismi bilan bular anaqa qilishadi. AI ga murojaat qilishadi-da. Uni nomini har safar o'zgartirishingiz ko'proq proses oladi, ko'proq vaqt oladi. Shunga osonroq yo'li qilishyapti. O'zini sizni ma'lumotlaringizni himoya qiladigan, sizni intellektual mulkingizni himoya qiladigan paketiga o'tib turib, o'sha bilan ishlatishyapti. Men birinchi tavsiya qilgan bo'lardim o'sha usulni ishlatishni. Ikkinchisi, agar biror bir tizim ishlatishni boshlagan bo'lsangiz va ular o'ziga AI ni qo'shishni boshlagan bo'lsa, ularga chiqingda darrov so'rashni boshlang, qanaqa ishlatyapsan? Ya'ni u AI sana lokalniy o'zingning AI'mi yoki birovnikiga API orqali chiqyapsanmi? Chiqarayotgan paytingda ma'lum ma'lumotni unga qanaqa chiqaryapsan? U himoya qilib beradi, senga himoya qilib beradimi? Общий kotelga tashlab hamma klientlaringnikini yoki menikini alohida qilyaptim deb so'rashga haqqingiz bor hozir. Chunki regulyatsiya hali oxirigacha yo'q bo'lgani bilan, lekin ikkinchi tarafda regulyatsiya borki, third partyga chiqarayotgan paytda ham sizning ma'lumotingizga javobgar kasha qilib olishi mumkin emas. Faqatgina shunaqa savol-javoblar qilib olib turib, ishonch hosil qilib keyin ishlatganingiz yaxshiroq. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Uzr, ikkinchi savolingizniki. Bo'ldi, API kelib publikga chiqib ketishi. Menimcha buni biz ishlama qila olmaymiz. Chunki vibe coderlar dasturchi emas. Farhod xab bo'lmasa kerak. Farhod ko'rib qolsa meni va vibe coderlar DevOps'ni bilmaydi. To'g'ri,
agar bitta tizimni ichida ekosistemani ichida qilishayotgan bo'lsa chiqib ketayotgani yo'q, ushlab qolishyapti qanaqadir shaklda. No, adashibdan boyaga GitHubdagi proyektni private emas, public qilib qo'yishayotgan bo'lsa, buni biz qila olmaymiz. Buni bittagina faqat yo'li faqat o'rgatishda. Akalar, mana bunaqa bo'lyapti, iltimos qilmanglar degan takoy bir ikkita rolik chiqarishimizga to'g'ri keladi. Men boshqa yechim ko'rayotganim yo'q. Rahmat. Rahmat. Eng yaxshi savolingizni shu mavzu bo'yicha tanlaysiz. Maylimi anaqani tanlasam, QR kod mavzusini aytganini tanlasam. Menimcha o'shalarga qiziq bo'ldi. Faqat keyin sizga UZITS hamjamiyati maxsus savollar bor. Shu bahonada birozdan ta'kidlashimiz jarayonida kim joyiga Rahmat kattakon savolga. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Rahmat. Men yo'q hali. Bular charchab qolishmagan bo'lsa bo'ldi menlik so'qishimda. Hurmatli ishtirokchilar, charchamanlar bu. Buni anaqa shu o'yinlar o'tadi. Hamma o'yinlardan charchamanlar bo'ladi. Yaxshi. Charchashmadi. Demak, keyingi mavzuga nazar beramiz. Keyingi mavzu esa aktivlarni Yevropa bozorida sotish va o'sha mavzuga yana saylovlarga davom ettiradilar. Marhamat. Rahmat. Bugun ozgina solo bo'ldi, endi xafa bo'lmaysizlar. Ana yig'ib kelganman deb 1 yillik ma'lumot. Shunda ham hammasini berishga ulgurmadim. Bu mavzuni men kim uchun olib kelgan edim? Bizda hozir birinchisi startapchilik ko'p rivojlanyapti, ikkinchisi mana o'zini mahsulotini chiqarmoqchi bo'lganlar ko'p rivojlanyapti va chiqarib bo'lganlarimiz ham ko'p. Asosan biz hozir O'zbekiston bozorida chiqaryapmiz, lekin men ko'ryapman shunaqa xizmatlar bor, ularni Yevropaga olib chiqsa bo'ladigan-da. Ya'ni u yoqda bozorni topsa bo'ladigan. Bolalar harakat qilishyapti, marketing qilishyapti, ya'ni har xil venturelardan pul olishyapti, bozorga olib kirishga. Tizimi yaxshi, foydali. Ya'ni Yevropada qanaqa qilingan? Kichkinagina bittagina o'zingiz mos bo'lgan narsani olib chiqib turib, o'shani o'zi bilan ham ish qilsangiz bo'ladi-da. Mayli, boshlanishingiz katta millioner bo'lib ketmaysiz. No, asosiysi siz bir marta bo'lsa ham chiqib ko'rishingiz mumkinligi va bunda kanal ochib olasizda. Bir marta ochib olganingizdan keyin qolgan narsalarga yengilroq bo'ladi. O'shanga men bu mavzuni tayyorlaganim bunaqa katta emas, qisqagina nima narsaga e'tibor bersak, biza o'zimizni hozirgi qo'limizdagi bor bo'lgan produktimizni, mahsulotimizni Yevropaga olib chiqsak bo'ladi degan ma'noda tayyorlagan edim. Demak, birinchisi nima uchun bu mavzu ko'tarilyapti? Nima uchun Yevropaga programmani yasadim, chiqib ketaversam bo'lmaydimi degan savol turadi, to'g'rimi? Odatda oling, yasang, IT olami hozir hammasi remote ishlaydi, hammasi onlayn, hamma narsani siz olib bozorga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Masalan deylik, olib chiqayotgan paytingizdagi bo'ladigan to'siqlarni siz keyin ko'rasiz olib chiqishni boshlagandan keyin. Masalan, birinchisi Yevropadagi kartalar bilan muammo. Siz Yevropadagi odam o'zini kartasidan pul to'lab sizni xizmatingizdan foydalanishi uchun siz Yevropadagi Acquire bilan shartnoma qilgan bo'lishingiz kerak. Tushunasizlarmi? Nima degani Acquire? Bu Yevropadagi bitta bank uni kartasiga pulni yechib bera olishi kerak. Siz O'zbekistonda turib olib, uni Yevropadagi kartasini yechishingizga Mastercard, Visa Card, Amex'da ruxsat bermaydi. Demak, bu muammoni ko'rib chiqishimiz kerak bo'lar ekan, Yevropaga chiqadigan bo'lsak. Ikkinchisi acquiring tanlash masalasi. Acquiring tanlash bu juda ham ko'p servislar bor. Odamlardan kartani pulni yechib berib sizga tashib beradigan, lekin ularning ham o'zining shartlari bor. Masalan, kimdir aytadiki, "Xo'p" deydi, "Men sen bilan ishlayman" deydi, lekin uning uchun sen Yevropada bank hisob raqaming bo'lishi kerak deydi. Yoki deydi, komissiyasi katta bo'lishi mumkin. Sizlardan oborotinglardan 1% emasda 5%, 10% pul olishi mumkin-da. 5 bu juda katta son-da, bunday qaraganda. Keyingisi, uchinchisi bu ishonch yetishmasligi. Ya'ni siz O'zbekistonda bo'lganligingiz uchun odamlar sizni Yevropadagi odamlar sizni xizmatingizdan foydalanmaydi. Sizniki 1000 mahsulotingiz zo'r bo'lsin, chiqishga qiynalishni boshlaysiz. Agar boshqa bitta millat vakili oldi, Yevropada o'zini tizimini yasadi, siznikidan dabdala, lekin uni adresida, boyagani post kodida o'sha Germaniyaniki, Angliyaniki, Fransiyaniki turibdi, tushunasizlarmi? Bu shu yerda ekan deydi. Bu demak o'zimizniki ekan deydi, odam ko'proq ishonadi. Nega? Muammo chiqib qolsa, bankimga yozsam pulimni qaytarib beradi deydi. Tushunasizlarmi? O'sha tarafi bor. Uchinchi katta muammo, xo'p, Stripe uladingiz yoki boshqa tizimlarni uladingiz deylik, ulab bo'lganingizdan keyin endi u pulni bu yoqqa olib kelib olishingiz masalasi.
Mana Google Playga sizlar yoki anaqaga Apple Store'ga mahsulotlarni qo'yasizlar, to'g'rimi? Odamlar foydalanishni boshlaydi. Keyin nimaga taqalasizlar? Apple Store'dagi pulimni qanaqa qilib O'zbekistondagi bank hisob raqamiga tushiraman. U o'zini shartini aytadi, Google o'zini shartini aytadi, endi boshinglar qotishni boshlaydi. Yevropada hisobingiz bo'lganda edi, nima bo'lgan bo'lardi? Siz o'sha yoqqa tashlab olib turib, keyin O'zbekistonga jo'natib yuborsangiz bo'lardi. Okay? Demak, shunga o'xshagan muammolarimiz bor ekan. Nima qilsa bo'ladi? Qanaqa yechimlari bor? Birinchisi Stripe'dan foydalansa bo'ladi yoki PayPal'dan foydalansa bo'ladi. Stripe Paddle bular boyagi acquirerlar sizni veb-saytingizga merchant bo'lib ularni oladi va ular bilan ishlab ketsangiz bo'ladi. Stripe'lar odatda PayPal'da siz boshqa davlatdan bo'lsangiz ham ruxsat odatda beradi. PayPal menimcha O'zbekistonda faqat hali ochmayapti, to'g'rimi? PayPal ishlamaydi. Xo'p. Ya'ni muammoim nima bo'lyapti? Lokatsiyam, geolokatsiyamni hisobiga men bilan ishlata olmayapman. Vaholanki bilan ishlatsam ishim tez bitib ketadi. Demak, birinchisi biz topib oldik qanaqa servislar borligini, endi ularga moslashishimiz kerak. Chunki sotishim kerak qanaqa turib. Birinchisi, keyingisi, siz Yevropada firma ochishingiz muammo emas. Borasiz onlayn yarim soatda, 15 minutda 50 yevroga, 50 funtga, 50 dollarga anaqa firma ocha olasiz. Xuddi bizda mana yagona darcha bor-ku, bir darcha.uzmda o'sha yerdan turib, xuddi korxonani ochganingizdek, MCHni ochganingizdek. Faqat ba'zi bir muammolar bor. Siz bank hisob raqami ocha olmaysiz. Bu keyingi katta muammongiz. Ya'ni firmangiz bor Angliyada, adresingiz Angliyaniki, lekin bozorga chiqmoqchisiz, pul kelishi uchun o'tda siz bank hisob raqami ochishingiz kerak, bank hisob raqam ochishga bermaydi. Nega sizni tekshirishni boshlaydi? Birinchisi, "Sen o'zi qayerdansan?" deydi. "Men O'zbekistondan turib topshiryapman." "Aha" deydi. "Men qayerdanman? Men qayerdan turib topshirayotganim" deydi. Rostdan O'zbekistonmi yoki yo'qligini tekshira olmaydi u. O'shandan keyin sizga ishonch kamayadi jismoniy mavjudlik tarafdan. Ikkinchisi KYC degan narsa bor, due diligence degan narsa bor. KYC bu mijozni bilish protokoli. Ya'ni rostdan ham mijoz borligi, rostdan ham o'zligi, deepfake emasligi, robotlardan AIlardan yasab olgan odam emasligini tekshiradigan narsa. Juda ham qattiq tekshirishadi, shu sababli juda ko'p savollar berishadi. Ulardan o'tish qiyin, murakkab degan joyi borligi. Keyingisi high risk davlatlar bor. Nimaga? Chunki ko'pchilik ba'zi bir anaqalarni tizimlarni high riskga qo'yadi. Nega? Chunki sog'liq bilan muammolar bo'lmasligini harakat qilishadi. Xudoga shukr, O'zbekiston bilan Angliyada yoki boshqa Yevropa davlatlarida kelishuvlar bor soliq bo'yicha, 2 marta soliq to'lamasliklar bo'yicha, lekin uni ham o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi, qonunchiliklar boshqasini. Uchinchisi, Stripe'ga o'xshagan tizimlar bilan ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizlarga yuridik shaxs kerak bo'ladi. Ya'ni sizlar jismoniy shaxssizlar, lekin yuridik shaxs kerak bo'ladi. Endi men sizlarga bitta yechim taklif qilmoqchi edim. Bu meni manfaatim emas, ko'proq hammamizga foydali bo'lsin degan ma'noda olib kelayotgan edim bu narsani. O'zbekistonda va Angliyada korxonalar bor, tanish korxonalar bor. Mana shu narsa bilan sizlarni O'zbekistondagi korxonalarni Angliyadagi korxona bilan hamkor qilib berish bo'yicha. Ya'ni sizni bu yerda MCH'ingiz bor, servis ko'rsatyapsiz, marketing qilyapsiz, hamma narsani sotib olyapsiz, Yevropa bozoriga kirib kelmoqchisiz. Sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi narsasi bu Yevropadagi bor bo'lgan bitta korxona bilan birga hamkorlik qilishingiz. Ikkinchisi, u korxona sizga yordam bera oladi ikkita narsada. Birinchisi, o'zi turib bera oladi o'sha bank hisob raqamini ochib berishga yoki sizni pullaringizni harakatiga keltirib berishga. Ikkinchisi, sizga u yerda korxonani o'zingizni korxonangizni ochib olib turib, banklarda hisob raqamini ochib berishga. Tayyor cheklisti bor. Eksperimentdan o'tkazib ko'rdik. Rosa qiyin bo'ldi. 3-4 oy vaqtimiz ketdi bitta korxonani qilib olguncha, lekin eng asosiysi O'zbekistonga ochiq bo'lgan joylar borligi. Masalan, men ishlayotgan joyda ham siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, xohlasangiz yuridik, xohlasangiz jismoniy shaxsdan ro'yxatdan o'tsangiz o'tkazishadi. Tushunasizlarmi? O'shani ishlatsangiz ham bo'ladi. To'lov tizimlari bilan ulashib tekshirib ko'rdik. Ular hammasi normal ishlayapti, chunki biz u yoqda o'sha korxonani borligi sababli xohlagan to'lov tizimlarini onboard qila oldik. Va u yog'iga endi masalan buxgalteriya hisobi boshqalarni yuritish kerak bo'ladi. Har bitta davlatniki har xil. Germaniyaniki boshqacha, Angliyaniki boshqacha, Fransiyaniki boshqacha, qanaqadir farq qiladigan joylari bor. Ular bo'yicha ham hozir u yoqda konsultantlarni topdik. Tayyor bitta qanaqadir ro'yxat tayyorlab oldik. O'shanga agar hozir mana kim loyihasini qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, uni Yevropaga olib kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xohlasanglar men kontaktini beraman, xohlasanglar tanishtirib qo'yaman, o'zim sizlarni ko'rsatib qo'yaman, xohlasanglar shu sxema bilan ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda nima bo'ladi? Sizlar O'zbekistondasizlar, qanaqadir bitta SaaS yechiminglar bor, yashil bu sizlar. Ikkinchisi, xohlasanglar bu yerda korxonanglar bor, xohlasanglar bu yerdagi tanish korxonalar bilan ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda ishonchli korxonalarimiz bor. Angliyada ham korxona bor yoki u yerda korxona ochish mumkin. Bu yoqda bank hisob raqamini ochadigan bank topdik. Bittasi Manif,
va Wise Revolutlardan tashqari. Ikkinchisi u yoqda accountantlar bilan gaplashib, hozir anaqasi bor-ku, ularni ham hamjamiyati bor-ku, o'sha narsaga qo'shilib olganman. U yoqdan hozir harakat qilaman O'zbekistondagi startaplarga, O'zbekistondagi bizneslarga ular xizmat ko'rsatib berishini. Chunki sizga oyiga masalan $100 to'lab ularning xizmatini olish arzonroq tushadi. ChatGPT dan so'rab, hamma soliqlar qanaqa ishlashi, hokazo dokumentlar qanaqa ishlashini o'zingiz o'rganishingizga qaraganda, o'shanga shu yechimni taklif bilan olib kelgan edim. Hozircha bu yerda shu savollar bo'lsa, bu yerda chiqishi menimcha aniq. Menimcha buni savollarini hozir so'raymizmi, keyinga qoldiramizmi? Okey. Xo'p. Yo'q, bu yerda maxfiyligi bor-da, men produktimni bilib qolishadi deyishadi, o'shanga so'yadi. Okey, tushundim. Qarang, Manav sizga bank hisob raqami beradi. Bu yuridik shaxs bo'lsangiz, O'zbekistondagi siz B2B qilib, u yerda hisob raqam ocha olasiz. Endi komissiyalar nimada bo'ladi? Komissiya mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni siz ulangan kartadan yechish tizimlari bor-ku, Acquire'lar, Stripe bo'lsin, boshqa bo'lsin, ular bilan ishlaysizda, ular clearingdan kelgan. Clearing nima degani? Bir kun bo'lgan hamma to'lovlarni yig'adida, ertasi kuni sizga summasini chiqarib beradi. O'sha summani ichkari tashlab berish. Angliyada bitta zo'r narsa bor. Angliyada mana biz bir-birimizga kartadan kartaga pul tashlaymiz-ku, necha foiz? 0.5%, 1% pul ketadi, to'g'rimi? Angliyada faster payment degan to'lov tizimi bor. Banklarning orasida 1 million funtgacha bo'lgan to'lovni komissiyasiz o'tkazasiz. Tushundingizmi? Ya'ni komissiya sizda hozir faqatgina qayerda bo'ladi? Stripe'ga o'xshagan Acquire tizimlaringizda bo'ladi. Hozircha yo'q. Anaqada bor, o'zi umuman Acquire'imiz bor. Biz o'z xizmatni oldin berib kelganmiz. Hozircha to'xtatdik, chunki Acquire'imizni almashtirib turib keyin bermoqchimiz. Yana bitta savol bor ekan. Produktlarni, IT produktlarni Yevropa bozoridan, to'g'rimi? IT produktlarni Yevropa bozoridan O'zbekistonda bo'lsangiz olishingiz mumkin. Ya'ni hozirgi kunda bilasiz, ba'zi bir cheklovlar bor, ba'zi bir davlatlarga, qolganlariga olishingizda muammo yo'q. Agar to'lovda muammo bor deydigan bo'lsangiz, uni hal qilishingiz mumkin. Lekin nima muammoga duch keldingiz? Men hech qanaqa muammo ko'rmaganman bu yerda. Aha. Endi tushundimsiz, freelansga o'xshagan narsa ekanda. U yoqdan freelansni siz O'zbekistondagi kompaniyangizga ko'rsatib turib qiladigan variantni qilishingiz mumkin, bu bir. Ikkinchisi, siz yo ishonchli bo'lsin, Angliyani o'zidan bo'lsin deydigan bo'lsangiz, unda boyagi sxema bilan qilishingiz mumkin. U yoqdagi IT kompaniyani zakazini unga olishingiz mumkin. To'lovlarning hammasini sizga o'tga tushirib berishadi. U korxona O'zbekistondagi sizning korxonangiz bilan shartnoma tuzadi xuddi shu narsaga va IT software ishlab chiqqanligi uchun degan shartnoma bilan sizga pulingizni tashlab beradi. Tanishlar bor, ha. Bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat. Tashakkur. Yana savol bor ekan. Agar shu huquqlarning qonunchiligida muammo bo'lsa, ular qonunchilik to'g'ri kelmasa, bizga muammo tug'iladigan bo'lsa, biz mumkin himoya qilishimiz, kimga murojaat qilsak, bu muammoga yechib olamiz. Qonunchilikka to'g'ri kelgan. Mahalliy bor. Tushundim. Yevropaning qonunchiligi bo'yicha siz faoliyat yuritishingizdan oldin
risklaringizni oldindan yozgan bo'lasizda. Masalan, boya ko'rganingizdek tikka yonida anaqa turadi, terms and conditions turadi, men roziman degan link turadi-da. Yevropada siz faoliyat yuritishingizdan oldin siz hammasini oldin polisiya bilan yozib bergan bo'lasiz. Men bunaqa keysda buni qilaman, bunaqa keysda buni qilaman deb turib, qonunchilikni talabi bo'yicha oldin javob berib olasizda, keyin faoliyat yuritasiz. Shu sababli siz u yerda qonun buzib qo'yish ehtimolingiz kamroq bo'ladi. Asosiysi siz to'g'ri ishlasangiz bo'ldi. Ular sizga bunaqa narsada Yevropada bitta qiziq narsa bor. Ishonch ustiga qurishadi hamma narsani. Tushunasizmi? Aldamasangiz bo'ldi. Aldamasangiz va to'g'ri ishlasangiz, hech kim sizni xatoingiz ustiga muammo yasab bermaydi. To'g'ri, katta xato qilgan bo'lsangiz shtrafga solishi mumkin, lekin kichkina xato qilgan bo'lsangiz, keyin isbot qaytarmangin deydi, shu bilan hal qilsangiz bo'ladi. Agar aniq keyslaringiz bo'lgan bo'lsa, ularni aytsangiz, men sizga konsultantdan topib beraman, ular bilan kelishib olasiz. Assalomu alaykum. Hozirda o'zbek IT komandalari Yevropa bozoriga asosiy narsa balki ishonch hamda men sizga savol beradigan savolim shunday iboratki, o'sha Yevropa bozoriga chiqayotgan o'zbekistonlik IT komandalarida birinchi bo'lib turib o'sha ishonchni oshirish uchun nima qilish kerak? Hamda ularga professional premium narsalarni keltirib bersangiz. Ishonchdan oshirsin. Xo'p, birinchisi ishonchni oshirishingiz uchun men sizga soddaroq usulni aytib beraman. Birinchisi, u yoq tarafdan siz networking qilishingiz kerak. Ya'ni hech kim sizni zo'r qilgan bo'lsangiz ham, bu yoqda siz ko'rinmagan bo'lsangiz, masalan, tadbirlarda qatnashmadingiz, konferensiyalarni, exhibitionlarni, taqdimotlarda qatnashmagan bo'lsangiz, sizni hech kim ko'rmaydi. Shu sababli ham katta korxonalar, ya'ni o'zini mahsulotini sotmoqchi bo'lganlar, kichkinagina bo'lsa ham, ko'rgazmalar bo'ladi-yu har xil, o'shanda atilab qatnashadi. Endi siz aytasiz, O'zbekistondaman, men u yoqda qatnasha olmayman-ku deysiz. Unga ham yechim bor. Qanaqa yechim topishdi? U yoqda o'qib yurgan talabalar bor. Talabalarni reprezentativ qilib, meni korxonamning nomidan chiqadi qilib turib, tadbirlarga jo'natishni boshlashdi. Tushunasizmi? Flyerlar chiqarasiz, bannerlaringizni chiqarasiz, o'sha odamingizni o'tkazib qo'yasiz, 3 kun o'sha tadbir bo'layotgan paytda, ko'rgazma bo'layotgan paytda sizni ko'rsatadi. O'shandan keyin siz ko'rinishni boshlaysiz-da. Bu ko'chaga, odamlarga chiqishingiz. Marketing tarafidan bo'lsa, siz endi reklamangizni to'g'ri qo'yishingiz va reklamangizni orqasida aldamayotganligingiz. Masalan, hozir men senga beraman, 3 oydan keyin nima bo'lishini keyin aytaman, tak davay menga a'zo bo'l. Unaqa ketmaydi. Hozir men senga beraman, 3 oydan keyin narxi $5 bo'ladi. Hozircha senga tekinga bera olmayman. Ochiq, aniq aytishingiz kerak. O'shandan keyin sizga ishonch bo'ladi. Anaqadagi yumaloq yasni o'qilishlar ular o'xshamaydi. O'shanga birinchisi siz existence hosil qilmoqchi bo'lsangiz, u yerda borligingizni hosil qilmoqchi bo'lsangiz, ko'rgazmalar orqali chiqasiz. Ikkinchisi, u yoq bilan networking qilishingiz albatta shart. U yoqda yo'q odam topasiz yoki u yoqdagilar bilan o'zingiz borib, bir ikkitasi bilan tanishishni boshlaysiz, sizni ko'rishligi kerak. Undan keyin bozorga kirib borishingiz sal bo'lsa ham yengillashadi. Boshqa muammo nimada? U yerda sizga o'xshaganlar juda ko'pda, raqobat katta. Shunga raqobatga chidab berishingiz kerak bo'ladi boshida. Rahmat. Demak, endi saytlarni ko'rsatib bersangiz, eng yaxshi qiladigan shu mavzuga aniqlashsiz. Menimcha AIdagi anaqa shaxsiy ma'lumotlarga olgan bo'lsa kerak. Azat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmi Azat? Tabriklaymiz. Rasmga chiqib olaylik. Hop. Biz rasmga olaylikmi? Biz davom etamiz. Charchab qolmanglar. Rahmat. Agar charchamagan bo'lsanglar, davom etishimiz oldin boyagi ishga qaytamiz. O'zimiz amaliyotlarning asosiy maqsadi mavjud. Ya'ni nafaqat tajriba o'rganish, balki networking ham tanishtirishlik bo'yicha hamkorlik do'stona rivojlantirish. Kerak aynan shu networkingni rivojlantirish uchun boyagidagi yana 10 qo'limizni ko'taramiz. Ammo qo'limizni charchamagan bo'lish uchun ko'tarib oyoq ko'tarishmoqda. Ko'tarildi. Yo'q, normal. O'zlarga suv bo'lsa ichib olardi. Suv bormi? Bo'lsa istaganda bering. Yo'q, normal. Ular zerikib qolmasa bo'ldi. Hamma bilan tanishib oladi. Bu networking boshlanishi tadbirdan so'ng bir-biriga murojaat qilib Yo'q, normal. Xudoga shukr. Amallayapmiz. Ya, o'rganib qolganmiz. Dars beraverdim. Bu birinchi qadam sifatida bizning xato bo'lmaydi. Va endi keyingi mavzuga o'tamiz.
oxirgi mavzu chet korxonalari dasturchilari AIdan foydalanishga majburlashmoqda. Qiziqarli holat, ya'ni qiziqarli mavzu. Yana o'sha inson Saidon Jo'rayevni takliflaridan rahmat. Bugun rosa asabiylikka tegayapman. O'rtaga chiqib olibman. Vash gapirar ekan dedi aslan. Nima bo'pti? O, rahmat. Esib turinglar-da, nimadir bo'tgan bo'lsa. Aka, zerkali desanglar to'xtatamiz. Rahmat hammaga. Uchinchi mavzuyimiz, bu ham hozir shu kunlarda trend bo'layotgan mavzulardan bittasi. Bu mana AI rivojlandi, kod yozishni boshladi, juniorlar xafa bo'lishni boshlashdi. Mani ishimni olib qo'yibdi va hokazo deb to'g'rimi? Ana o'shani davomi nima bo'ldi o'zi degan masala bo'lyapti. Va mavzuyimiz mana chet eldagi korxonalar hozir shunaqa qaror qo'yishni boshlashdiki, agar dasturchi AI dan foydalanmaydigan bo'lsa, uni ishga olishmayapti. Tasavvur qilasizmi? Ya'ni juniorlar ishsiz qolishini уже boshlashdi-da. Qaysi juniorlar AI ni ishlatmaydigan juniorlarimiz, hamma ham emas. O'sha haqida bitta gaplashaylikda, nima uchun degan savolni beraylik. Matematiklar bilasizlarmi, nimani hisobiga yaxshi rivojlanishni boshlashgan? Hamma savolga nimaga deb urishgandan keyin-da. Nyutonni ham boshiga olma tushgan paytda nimaga boshimga tushdi degan-ku ham, to'g'rimi? Tepadan tushdi, nima uchib ketmadi. Ana o'shandan-da. Xo'p. Demak, AI sizni ishdan bo'shatadigan rahbar emas, balki sizga super kuch beradigan hamkor. Men buni tayyorlayotgan paytimda ora-orada AI bilan gaplashdim-da. Qani o'zi nima deysan? Men san haqingda aytmoqchiman ma'lumot desam, mayli dedi-da. Qarorchi dedi, agar junior dasturchi bo'ladimi, middle dasturchi bo'ladimi, farqi yo'q dedi. O'zini dedi, meni olib qo'yadigan deb dushman deb qaramasa dedi, mayli o'rtoq bo'laman dedi. Shundan bittasi, Tony Stark anaqasi bor-ku, Iron Man. O'shaning rasmini chiqarib berdi menga. Bu nima degani desa, Tony Stark aqlli odam, juda ham zo'r olim, lekin ucha olishi uchun unga albatta uni kiyimi kerak-da. Kiyimsiz baribir ucha olmaydi-da. Ya'ni kiyimsiz o'sha quvvatli bo'la olmaydi. O'shanga birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, men ishsiz qolaman emas. Men yaxshiroq ishlashim uchun, effektivroq, foydaliroq bo'lishim uchun men AI ni yaxshi o'rganishim kerak ekan. AI menga faqat yordam beradigan narsa ekan deb ozgina fikrlashimizni o'zgartirishimiz kerak bo'lar ekan. Shunda diplom menga kerakmi, junior ishsiz qolib ketyapti degan savollarimizni yo'qotar ekanmiz. Demak, AI majburlashmoqchi va majburlayotgan paytda AI ni qo'shimcha instrument sifatida ishlatadi oladiganlarni faqatgina ishga olish boshlashdi. Yoki ishlab turgan xodimlar bo'lsa, ularga hammasiga pulga sotib olib, bilasizlar, anaqa tekinga crack versiyani ishlatish unaqa tushunchalar yo'q. Sotib olishimiz kerak. O'sha 20 so'm bo'ladimi, 50 so'm bo'ladimi, sotib olib turib, dasturchilarga berishyapti. Uni ishlatib, meni ishimni rivojlantirib berdi. Endi nima uchun sotib beryapti? Nima uchun xarajat qilyapti biznes? Biznes AI toollarni dasturchiga sotib olib beryapti. Nimaga? Chunki dasturchi AI instrumentdan foydalangandan keyin u tezroq ishlayapti va sifatliroq ishlayapti. Nega tezroq ishlayapti? Chunki mayda-chuyda ishlarini, murut hokazolar bo'ladi, yasashimiz kerak bo'ladigan builderlarimiz, to'g'rimi? Uni endi men yozmayman-da, men aytib bersam, menga klasslar bilan hammasini qilib beryapti. Nega sifatliroq, kuchliroq yozyapti u narsani? Chunki boyagi arxitekturani men unga aytsam, u bilan maslahat qilsam, menga u tarafdan ham yordam beryapti. Shu sababli dasturchini o'zini bilimi bor, lekin AI bilan tezroq shu ma'noda bo'lyapti. Ya'ni uni qo'shganligim uchun mendagi boshqa qobiliyatlarimga vaqt qolyapti ko'proq, fikrlashimga yoki yondashuvlarimni tekshirib ko'rishdagi mayda-chuyda bilan vaqtim ketib qolmayapti. Chunki bilasizlar, oldin dasturchilar, ya'ni AI chiqishidan oldingi paytda dasturchilar kuniga 4 soat effektivni ishlay oladi, uzog'i bilan deyishardi. Atak o'zi 2-3 soat ichida bo'ldi, to'kilib qoladi u debdi. Chunki butun kuchini berish kerak edi shu narsaga. Nega 4, nega 8 soat ishlaydi desa, qolgan payt u mayda-chuyda ishlar bilan band edi-da. Hozir endi AI nima qilyapti? O'sha mayda-chuydalarni yopib beryapti-da. Ba'zi bir statistikalar bor ekan, Copilotni foydalanuvchilari deyapti 88% holda o'zlarini produktiv, samarali his qilishgan deyapti. 88 bu juda katta son-da. Men uni 30 deb o'ylar edim-da. Ya'ni 8 soatni faqat 30%ni u tezlashtirib berdi deb o'ylardim-da. U boshqa tarafini ham hisobga olgan, ya'ni buglar kamroq chiqishi va hokazolar hisobiga 88 ga chiqishgan ekan.
Keyingisi zerikarli kodlarni unutish degan narsa. Ya'ni siz endi nima qilasiz? Qayta yozadigan boyagi krutlar, builderlar, templatelar, frameworklarni ishlatishlar, o'shalardan endi qutulishni boshlayapsiz. Nega? Chunki AI hamma frameworklaringizni biladi. Siz endi gapingizni tushuntirib bera olsangiz, u o'sha frameworkka moslab turib sizga olib kelib beryapti. To'g'ri, masalan, ayniqsa backendchilarning ichida, tub yaxshi ichiga kiradigan backendchilar kamayib ketyapti. Chunki tilni o'zini o'rganayotgani yo'q. Masalan, Java'ni o'rniga biz Spring ishlatyapmiz, savdolar hab bo'lmasada PHP'ni o'rniga biz ishlatyapmiz yoki Laravel ishlatyapmiz, tushunasizlarmi? Ya'ni biz templatelarga, frameworklarga o'tib ketib qolyapmiz-da. Bu frameworklarni ichigacha hammasini o'qib chiqa oladi. Biz o'zimiz o'qimaganmiz-da. Masalan, siz hech o'qiganmisiz core PHP'ning ichida nima yozilganligini? Yoki deylik, Spring Bootni birinchi Java application faylni ichidagi kodlarni hech o'qib chiqqanmisiz? Kutubxonalarning ichiga hech qachon kirmagansiz. Sizga o'rgatishgan 8 qator kodni yozsang bo'ldi, sistema ishga tushib ketadi. Bo'ldi, yozib ketgansizlar-da. Ana o'sha narsani bu hozir biladi va kodni ichiga ham kirib keta oladi. Boyagi sizni frameworkingizni ichiga ham kirib chiqa oladi. Shuni hisobiga ham bu sizni sizdan ko'ra sal bo'lsa ham templatelarda kuchliroq yozyapti. Va endi ko'proq hamma aytayotgan narsa, bu yoqqa endi qaysi tilni o'rganamiz desa, hammani blogerlarimiz aytishdi-ku, bundan keyin ingliz tilida yaxshi prompt yozishni o'rganamiz deb. Ana o'sha narsa bo'ldi. Men birinchi ishonmadim, AI aytdiki, bu AI qora ishni 5 soniyada bajaradi dedi-da. Yo'q dedim, mana bu yaqindigina, endigina yozganman. Yozdim, menga Reactda login page yasab ber, validatsiyasi va chiroyli CSS dizayni bilan qilib bergin dedim-da. To'g'ri 5 mas'ul, lekin 15 sekundda menga kodni berdi-da. Bu hozir Gemini 3 da qilgan narsa. Ya'ni rostmana hozir bizda ishimizni yengillashtirayotgan narsa shu. Ya'ni menda hozir oyog'imni qo'yishga bitta narsa paydo bo'lyapti-da, keyin men yugurib ketyapman. Oldin nima qilishim kerak edi? Oldin tegini tozalab olib, to'g'rimi? Keyin fundament qo'yib olib, keyin g'isht terishga tayyorgarlik ko'rishim kerak edi. Bu menga fundamenti bilan beryapti. Shunga demak, zerikarli kodlardan qutulishni boshlatganmiz. Keyingisi amaliyotimiz ancha soddalashishni boshladi. Ayniqsa shu kunlarda bo'layotgan yangiliklarni agar ko'rib borayotgan bo'lsanglar, masalan, bug fixlar bo'yicha kodeks ishlatganlar bormi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Okey, 4 ta odam kodeks ishlatdimi? Qolganlar ham kodeks ishlatib ko'ringlar. Menga bolalar ko'rsatib berishuvdi, hayron qoldim. Ya'ni qo'l ko'targanlar ham ko'rsatib berishdi-da menga bittasi. Mana dedi, okey, shundoq bosasiz dedi, o'zi bilib, qaysi faylimni qayerda xato qilganimni topib bera olmadi. Chunki kodeksga o'xshagan agentlar sizni hamma fayllaringizdan yurib chiqa oladi-da. Oldin biz dependency orqali borardik-ku kutubxonalarga, to'g'rimi? Ana o'shanaqa emas-da u bunga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa kodlaringizga ham kirib kelyapti. O'shanga bug fixlarimiz osonlashdi. Keyingisi hujjatlarni soddalashtirish. Ishlatib ko'rdinglarmi? Bitta yangi AI chiqdi, xuddi shunga o'xshagan. Kodingizni berasiz, sizga dokumentatsiya yozib beryapti. Bu nima plyus beradi? Ishga yangi junior keldi, siz unga kodni tushuntirishingiz kerak, to'g'rimi? Endi tushuntirmaysizda, boyagi AI yozib bergan dokumentatsiyani shundoq oladi-da, uni bola o'qib chiqaradi. Yetmaganiga AI yana bir marta ran qiladi-da, tushuntirib ber deydi. U sizga tushuntirib ham beradi, u qayerdan olganini ham tushuntirib beradi. Tushundinglarmi? Juniorga soatlab vaqti endi ketmayapti. Seniorga soatlab vaqti juniorni ko'tarishga endi ketmayapti. Unit testlar. Unit test azob narsa, to'g'rimi? Har bitta paydo bo'lgan case'ni biz yozib chiqishimiz kerak. Mana bunaqa bo'lib qolsa-chi, bunaqa bo'lib qolsa-chi, mana bunaqa bo'lib qolsa-chi. Endi qilib bo'lganimizda men klientim supportdan kelyapti. Desa, ismini yozganda, uni ismi uzun ekan. O'shanga bizning tizimimiz yiqildi, ishlamayapti deydi. Keyin yana bitta case yozasizlar, to'g'rimi? Xudo xayring bergur, u ham nima qilyapti hozir? Tekshirib ko'rsangiz, menga quad test yozib bergan, unit testlarni yozib bergin desangiz, hamma bo'lishi mumkin bo'lgan case'larni, o'zi bilgan case'larni hammasini sizga tayyor qilib yozib beryapti. Qo'lingizda 1000 ta testingiz bor-da. Ya'ni siz uni kompilatsiya qilishdan oldin bitta ran qilib olasiz. Hamma testlarni, case'larni tekshirib chiqadi, keyin aka, o'tdi deydi. Endi qilsangiz bo'ladi deydi. Tushunasizlarmi buni qanaqa qiymati borligini? Hamchi bu yerda unit test yozganlar kam shekilli. Savolingiz bor? Unit testni, yo qarang, AI da unit testni ishlating. Faqat AI qilib berdi-ku, bo'ldi demang-da. Bolaga ish buyur, ketdan o'zing yugur. Xo'p, keyingisi shaxsiy mentor va tez o'rganadigan narsa, onboarding. Boyaga aytganimdek, juniorlarga endi kodni tushuntirib o'tirmaysiz, kodni berasiz. AI unga kodda qayerda nima borligini tushuntirib bera oladi.
Agar kodingiz o'zi to'g'ri, yaxshi yozilgan bo'lsa, sizning kodingizni AI o'qiy oladi, o'shanga qarab tushuntirib bera oladi. Keyingisi AI bilan ishlaydigan IDE'lar. Bizlar ko'pchiligimiz VS Code ishlatamiz, JetBrains ishlatamiz, hamma xil tool ishlatadi-ku, to'g'rimi? IDE'lar ishlatamiz. Hozir deyarli hamma IDE'lar nima qilishni boshladi? Ichiga AI ni ulashishni boshladi. Ya'ni shunaqangi ulashyaptiki, bittani emas. Cloudni ham 4ta 5ta versiyasini ulayapti, Gemini'ni ham, ChatGPT'ni ham hammasini ulab chiqqan. Siz bitta IDE'da xohlagan agentingizni yoki xohlagan chatingizni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. GPT'ni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va agentni afzalligi nima bo'lyapti? Bu sizni butun loyihangizni screening qila oladi. Masalan, bitta case bo'ldi. Koding bilan ishlamay qo'yganimga ancha bo'lib qoldi-da, o'shanga kirdim. Pythonda Telegram bot yozishgan ekan. Telegram botda run qilyapmiz, ishlayapti-da, ikkita odam botni ishlashni boshlasa, bot tashlab yuboryapti. Tushundinglarmi? Shartda oldim, kodni o'qimadim, kodni bilmayman. AI ga aytdim, "Men qara" dedim. "Men bunda deyman, 2-3 odam baravar ishlatsa, Telegram botni skriptni tashlab yuboryapti. Nimaga?" dedim. Shundoq qarab chiqdi-da, "Aka" dedi, "Ba'ziga ulanayotgan paytingizda asinxron ishlamayotgan ekansiz, to'g'ridan-to'g'ri ulayotgan ekansiz, ikkitasi bitta vaqtda kirgandan keyin o'lyapti" dedi. Shu bilan bo'ldi, botingiz uxlayapti. Nima qilaman dedim. Menga butun hamma yoqdan topib, xatga nimani o'zgartirishim kerakligini yozib berdi. Keyin tekshirib chiqdim, ishdan o'chirib yubormadimi, kerak narsalarni buzib qo'ymadimi, tekshirib ishlatganimizdan keyin ishladi. Tushunyapsizlarmi? O'shanga nafaqat sizlar endi webdagi yoki API digini ishlatasizlar. Endi IDE ni o'zini ham ishlatishingiz kerak bo'lyapti AI ishlatayotganda. Bu bilan ham yana tezlashishingiz kerak bo'lyapti endi. Xo'p, bulardan bittasi mana hozirdan Windsurf misol keltirilgan bu yerda. Windsurfga o'xshagan tizimlar bor, Windsurf bor, Cursor bor, Copilot bor. Ularni IDE ni o'zida ishlatsanglar, ular alohida IDE shaklida ham qilib berishgan. Ancha tez bo'lyapti ishinglar. No, bitta narsani bilinglar, AI yolg'onchi. Ya'ni sal yolg'on gapiraman deydi-yu. Shunbola bor, xuddi shunaqa yolg'onchi. Doim yolg'onchi emas. Code review. Code reviewni biz nima qilamiz? Bitta dasturchi kod yozib bo'lgandan keyin PR tashlaymizda, ikkinchi dasturchi uni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Va eng yaxshi ko'radigan narsamiz nima? Kim biladi code review paytida? Kim biladi? PR ga olishadi-da, 5000 qatorli kodni tashlab yuborishadi-yu. Bo'lganmi? Kimda bo'lgan shunaqa 1000 ta qatorli, 5000 ta qatorli kod tashlagan? Menimcha yo'qdigilardan tashqari botdigilarda anaqa hali kodni o'zi 5000 taga bormabdi-da. O'shanga qo'l ko'tarishmayapti. Yo'q, AI siz ham 5000 ta yozsangiz bo'ladi-da. Realni ko'payib ketadi. Uzoq vaqt proyekt yozgan bo'lsangiz, kod review juda qiyin bo'lib qoladi-da. Aqlli odamlarimiz bor, juniorlarimiz nima qilishadi? Probellarni to'g'irlab chiqishadi, formatlashni to'g'irlab chiqishadi. Ani qavslarni, if qavslari nimaga bitta qator turib, teydan bo'lish kerak deydi. Tushunasizlarmi? Ketdi-da shu bilan. Endi siz musor bilan birga qo'pol qilib aytganda shunaqada, musor bilan birga ani o'zgartirgan logikasini qarashingiz kerak bo'ladi. Xudoga shukr, AI sal bo'lsa ham yordam beryapti. PR yasaysiz. PR yasaysiz, masalan, Codexda yoki CodeRabbitga o'xshagan sistemalar bor. Ularga kirsangiz, menimcha bu bo'ldi, yana qaytdi. Mendan zerikib shekilli mikrofon. O'shalarga o'xshaganga kirsangiz, PRingiz paydo bo'lishi bilan o'zi oladi. Hammasini tekshirib chiqadi, review qilib chiqadi-da. Keyingi dasturchi uni reviewni boshlashdan oldin, mayli vaqt olsin, 5 minut olsin, 1 soat olsin, ko'rib olib sizga izoh yozib beradi. "Aka, men ko'rib chiqdim, mana shu joylarda gumonim bor, mana bunaqa qilsa yaxshiroq bo'lsa kerak" deydi. Keyin o'sha keyingi odam kod review qilayotgan paytda osonroq bo'ladi shu narsalarga e'tibor berishga. Bir xilda kod reviewda e'tibor berishingiz qiyin bo'lgan narsalarni ham bir topib qolyapti bu narsani-da. "Aka, men sal ketib qoldi, mana bu ta'limga ta'sir qilib qolyapti" degan narsani chiqarib beryapti. O'shanga bu ham qulay bo'lyapti. Xo'p, bu yerda ham misollarni yozilganida, batch insert masalan deyapti, bitta misol junior dasturchi kod yozdida, PR tashladi deyapti. PR tashuvda deyapti, AI reviewer nima qilib beryapti deyapti. "Salom, 45-qatordagi ma'lumotlar bazasiga so'rov yuboryapsan-ku" deyapti. "Siklda sen tashlayapsan hamma narsani, insert qilib chiqyapsan" deyapti. "Iltimos, undan ko'ra" deyapti, "bu tizimni sekin qilib qo'yadi-da, undan ko'ra batch insert bilan hammasini insert qilib yuborgan" deyapti. Tushunasizlarmi? Ya'ni o'sha bu tarafigacha o'ylayapti-da, bu oddiy anaqa emas, texnik tarafni o'zi emas. Va tabiiyki, QA testlash. QA testlashning ham har xil usullari bor, bilasizlar. Ya'ni boyagi unit testlar bitta taraf bo'lsa, u boshqa narsa, u dasturchi tarafdan qilinadigan. Hozir endi QA ni o'zini ham automationni AI yordam berish boshlagan. Ya'niki, masalan, Codium AI ga o'xshagan narsalar sizni
kodingizni run qilib turganingizdan keyin alohida sistemani run qilib, narigi kodni tekshirsangiz bo'ladi. API based tekshiring, web interface based tekshiring, har bitta test casesga qarab turib, o'ziga mosini ishlatsangiz bo'ladi. Oldin masalan Seleniumda siz qo'lda avtomatdan yasab chiqishingiz kerak bo'lar edi-ku, shunga o'xshaganni ancha yengillashtirib berilgan variantlar bo'lib chiqadi. Okay? Va yana bittasi bu DevOps. Kubiani yozuvdim, keyin Warp esimga tushib qoldi. Bitta bola menga o'rgatuvdi, mana shuni men sevdim dedi, mana shu narsani o'shanga sizlarga ham olib keldim, ikkinchi qatordagisini. Kulib o'tiribdi hozir. Ya'ni DevOps ham bilasizlar, hozir alohida juda katta soha bo'lib ketdi, chunki cloudga o'tganimizdan keyin, ayniqsa Docker chiqdi, keyin Kuber chiqdi, keyin yana bir narsa chiqdi, yana bir narsa chiqdi, hozir shu darajada kattalashib ketdiki, mayli endi Cloudflare yiqilgani, Amazon yiqilganlarini hisobga olmaganimizda ancha katta soha bo'lib ketdi, to'g'rimi? Murakkablashib ketdi juda ham. Ana o'sha murakkab sohada ishlayotganda bitta odamga endi ishlash qiyin. Bir nechta terminallarni ochib olishingiz, komandani qo'lda terishingiz juda ham qiyin. Ayniqsa komandalar kalta-kalta, mayda terishingiz ancha vaqt oladigan. O'sha narsani ancha optimallashtiradigan usulda chiqdi. Infrastrukturani o'zi tayyorlab beradigan, chunki APIlarni hammasini biladi. Masalan, Amazonga ishlayapsizmi yoki boshqa cloud server bilan ishlayapsizmi? Men server yasashim kerak, 4 GB operativkasi bo'lsin, tam 2 ta CPU-si bo'lsin, 50 GB anaqa joyi bo'lsin, storage bo'lsin, bitta servisni o'sha yerda run qilmoqchiman desangiz, sizga tayyor arxitekturasi bilan yozib beradi. Kurulga o'xshagan sizga kodlarni yozib beradi. Mana shu kodni run qilsangiz, shu kompyuteringdan run qilsangiz, serveringda, cloudingda senda server paydo bo'ladi. Mana buni run qilsang, u yerda gitdan upload qiladi, hokazo. Tushunasizlarmi? Ya'ni sizni hozirgi DevOpsingiz qilayotgan ishni dasturchi qilish shart emas, DevOps qilaversin. DevOpsni ham ishini ancha yengillashtirib berdi hozirda. Buni xabaringlar bo'lishi kerak bu narsadan. Men sizlar dasturchi bo'lganinglar bilan, dasturchilar bilan DevOpschilar birga ishlash kerak bo'ladigan joyi bor-ku, ana o'sha paytda sizlar buni o'rganib olib turib, bunga o'xshagan toollarni o'rtoq, mana buni ishlatgin, seni ishing tezroq bo'lar ekan. O'shandan narigi ishimizga biz 3 oyda emas, 2 oyda yetib borar ekanmiz degan gap ayta oladigan bo'lar ekansizlar. Okay? Bu sikllarimizni kengisi edi va shu bilan menimcha sikllarimizni hammasini qarab chiqdik. Xo'p, endi qisqagina qilib yozadigan narsalar bor edi, summarize qiladi-yu, xulosamiz. Bu demak, AI sizni kodlaringizni cho'kib ketuvchi quruvchidan ko'ra arxitektorga, me'morga olib chiqadi. Ya'ni faqat g'isht teruvchi emas deysiz endi. G'ishtni devorni qanaqasi olsam bino ham chiroyli bo'ladi degan arxitektorga olib chiqib beradi. Ancha vaqtingizni yechgani uchun. Kod yozishni emas, nima qilishingiz kerakligini ko'proq o'ylashingizga vaqt qo'shib beradi. Agar ishlatishni boshlasangiz va syntax bilan bo'ladigan ba'zi bir fokusni jalb qilish kerak bo'lgan, takoy maydalab tekshirish kerak bo'lgan joylaringizni ancha kamaytirib, sizni ko'proq o'zingizni muhandislik, engineering anaqangizni qobiliyatlaringizni chiqarishga, ko'proq ishlatishingizga vaqt beradi, o'shanga imkon beradi. Siz ko'proq endi bu tarafdan yondashib kela olasiz. Xo'p, bu hammasi nima mavzu haqida edi? Nima uchun chet eldagi korxonalar AI'ni majburlashyapti? Ya'ni majburlash mumkin emas, to'g'rimi? Qonunan hech kimni majburan ishlatib bo'lmaydi, lekin shartnomalarga kiritishni boshlashdi. Xohlagan dasturchi AI'ni bilish kerak. Men sizlarga yoritib bermoqchi bo'lgan narsam shu ediki, demak, dasturlashni boshidan boshlab, o'sha hujjatini tayyorlashdan boshlab, dasturlarni planlashtirish, yasash, uni QA qilish, test qilish, DevOpsgacha qanaqa instrumentlarimiz borligi ozgina bo'lsa ham xabaringlar bo'lsin degan ma'noda aytib bergan edim. Hozircha shu, agar savollar bo'lsa, marhamat.